Assalomu alaykum. Qo'y avtosavdo apat bisiklet. Navbatdagi mashinamiz 2019-yil avtomat korotga Ravon Nexia 3 bo'ladi. Videoni oxiridan ko'ringlar, ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. ...2019-yil yurgan probici 57.000 yurgan halolli bo'yi rapor tekshirtirasida metallari bor. 4 yumshoq balon toza qo'yilgan. Mashinamizni namoratlarına keladigan bo'lsak 906 pul turibdi. Torpedoni usti va shipkalari polni qo'shaq turibdi. Mashinamizda chexol, polik hammalari tayyor. Mashinamiz polni shumcha turibdi. 2 sloydan shumcha. Mashinamizda salon shinalar, 4 tane deflektorlar, mashin tax. Doğru ediyorlar. Maşinamızı bakasına geladigan bo'lsak 108 milyon gelişip beramiz. Maşinamızı krassiyasi Radno 100%, bir damchi krassiya yok maşinamızda. Kameralar ham bor. Kelaverasizlar qo'y avtosavdo, shunday mashinalarimiz kerak bo'lsa.